Tak, hammaga salom. Bugun sizlar bilan mana shunaqa siyoh rang makiyajni qaytarib ko'ramiz. Har safar so'raydiganlar uchun har kuni shunaqa yarki makiyaj qilib yura olaman. Nima qilasizlar menga? Men uchun bu anchadan beri oddiy holga aylanib bo'lgan. Makiyajga qaytsak, manton surib bo'lgandan keyin srazu уже ko'zimni oformlach qilishga o'tdim. Chunki birinchi ko'zim bo'yab qolgan joylarimni chaplab tashlashim aniq ekan qo'lim bilan. Kichkinagina yarki paletkam reklamasidan keyin srazu blyoskaga o'tib ketdim. Videoda qanaqa qilib teng surganlarim hammasi ko'rinib turibdi. Shuning uchun nima qilayotganimni maydalab tushuntirib o'tirmadim. Menimcha sizlar hammasini tushunib bo'ldinglar. Ko'zim bo'yab olib, rumyana va konturing qildim. Va как всегда meni eng yaxshi ko'radigan joyim bu оформление gub. Вот и все. Meni eng yaxshi ko'rgan rangimda juda ham chiroyli makiyaj chiqdi. Sizlarga yoqdimi?